Beşinci bölüm. U her qanday qilibmi vahimadan paydo bo'lgan ruhiy tushkunlikni yoshirolmadi. U so'zlaydi, lekin so'zi boshqalar tugul o'ziga miskin, titranga anglatdi. U kuladi, lekin kulkisi zo'r-muzur bo'lganligi uchun ko'p ballarda yig'iga o'xshab qoladi. Uning uyqusi kelmagan, ishtahosi tutilgan. U kunduzlari kichik mashinada ketib etib, pat-patla kayniga qaraydi. Onunğa xuddi biri maşının keyniga esilib kelayotgandek bilinadi. U hammala odamga, hatto o'zining uydagilarga gumon, shak bilan qaraydi. Oningcha hammala odam uni naqishlar, begona odamlarning tafqulliqlariga qo'l tiqqan deb qaraydi. Ular hamon uni tutib turmaga selishning qo'yda. Lekin raqib o'zini yaxshi biladi. U odamlar shunchalik bezor bo'lg'idek yomonlik qilmadi. Boshqalar qanday yashasa, u shunday yashadi. Başqalar mənsəb, uğurun üçün hər qandaq işdən baş tartmaydı ekan, rəqib nemişqə onların qılğanının azraq qismini qılanmaydı ekan. Limbiyo hətta partiya dahisinin beqiniga kirib elib, özünün yaman qarazlik ekanligini aşkarlamagan. Demək, yaman qaraz bilanmı yaşıqlı, başqalardan üstün çoğ əməldar bulğulu boldu ekan. Kim bildi, hazır yana kimlər nemi qoyda? Mən ular qılğanның bir burjiki, hətta bir tal uvuqınımı qılğanım yox. Yaman qaraz bilan yaxşı qarazning farqi zodi nimada? Yaxshiroq kun ko'ray, boshqalardan ustun bo'lay deyishning o'zi yaman qarazmi? Odamlar o'z qarazlarini xuddi bexil bir parcha oltinni qatma-qatlatiga o'rab, sanduqda saqlaganga o'xshash yuraklarning cho'nqur qatlamlarida saqlashidi. Hech kim o'z qarazini peshonasiga yeza olmaydi-da. Meni yolg'on deylu paydo qilding deyishidi texi. Yolg'on bilan rost deyluning orasida qanchalik farq bor? Zodi. Farq faqatla vaqtda. Biri sodir bo'lgan, biri sodir bo'lmoqchi. Farqi shunchalikla. Hoshirning nima qilmoqchi ekanligini kim bilsin? Hozircha tirishib ishlab, obdan o'sib olib, kelgusida niyatini oshkorlashi mumkin. Nadirov, Savodovlarchu tashkilot qurmag'ini balki rostdir, lekin korxonalar, qadimgi o'g'izlar, turk qabilalari to'g'risida nemancha ko'p so'zlashdi. Xalq unutib ketgan yoki bilmaydigan olimlar, shoirlarning asarlari to'g'risida, elida bo'lgan Manching hokimiyatiga, Gomindanga qarshi qo'zg'olon to'g'risida gap setib yurishdi. G'arizi yo'q deb kim aytalaydi? Sodir Palvon, A'lo Palvon, Nozugum, Molla Bilal, Heyt Muhammad degandeklarni aslashning o'zimi jinoyat emasmikan? A'lochu, men uni bilaman. Uning jismi 60-70 yillarga mansub bo'lgani bilan ruhiy 15-18 asrlarga, hatto 10-11 asrlarga mansub bir odam. Uning butun hayotini til, adabiyot, tarix bilimlariga bag'ishlashini qanday tushungili bo'ladi? İnsan dunyoga o'ziga tegil bo'lgan rohat farog'atdan to'liq bahramand bo'lish uchun yoriladi. Shuning uchun kurash qiladi, o'ginadi, azob va jafo chekadi. Buni a'lo biladi. Lekin u o'ziga lozim bo'lgandimi ko'p o'gandi, kurash qildi, bilim yo'lida go'zal ayoldan, xizmat o'rnidan, o'zining qimmatli yoshligida ko'rishga tegishli rohat farog'atidan mahrum bo'ldi. Onun shunchalik zo'r qurbon berishni ilmga intilish g'oya uchun deb tushunsa kifoya bo'ladimi? Uning boshqa g'arzi yo'q deb kim aytalaydi? Shuning uchun ularga vabo qildim deguchilar, nohaq so'zlashguchilarning naq o'zi. Ular kim? Hoshir, Nadirov, Savodov, A'lo. Ularning muridlari tashkilot qurmagan bo'lsa-mu, baribir yomon g'arazliklar. Ularga zarba berish hargiz xato emas. Ondaqlarga yolg'on deylu paydo qilibmi, to'kmat qilibmi, suiqasd qilibmi, zarba bersa bo'laverdi. Ularni yoshirin o'ldirsakmi, oshkora o'ldirsakmi, baribir sen qotil emassan. Aksicha ularning o'zlari gunohkor, lekin xiyol bilan reallik o'tirsidimi, sepil bor. Xiyoldan ba'zida umr bo'yi reallikqa o'tolmaysan. Misoli, mening xiyol orzularimning qanchaligi reallik aylandi, yana qanchaligi aylanlaydi. Men ikkili ishni arzu qildim. Uning biri rohat ko'rish. Buning uchun bizning jamiyatimizda mansab, o'rin, pul lozim. Bu uch narsani etmoq oson, lekin erishmak tez. Erishish uchun ba'zida vijdonni sotsan, ba'zida kishilarning qinini ichsan, ba'zida hatto arzimagan birining topini yalaysan.
Samimiy sadoqat, tirishchanlik, ishchanlik degan nimalar bu yo'lda bir tiyinga arzimaydi. Rahat ko'rish to'limi tez. Uning uchun boshqalarning nesivisiga qo'l so'zsan, shuning uchun sen dushmanlik bo'lib qolsan. Bu dushmanlaringni kuch bilan yoki aql bilan yengolmaysan, faqat hiylagarlik, soxtapazlik, yasalmalik qilishni o'rganib olsanglar, bu dushmanlaringni yengalaysan. Mening orzu qilgan ikkinchi nimam donq qozonish. Hamma so'rinda maqtilib tursam, kitob, gazet, radiolarda har kuni nomim chiqib tursa, men ko'chalarni o'tganda hamma xalq zo'q bilan qarasa, har qanday bir ulug' ish mening nomimsiz bitmasa, hech bo'lmasa shu ulug' ishni planlovchilar qatorida tilga ilinsam. Lekin bu ikki ish rohat bilan nom atoq, to'limi qimmat, to'limi qo'l yetmas, to'limi dushmanlik narsa ekan. Sen bir narsaga qiziqadi ekansan, u narsa boshqa biriga tegil bo'lib qoladi ekan. Sen uningga erishish uchun kurash qildi ekansan, mana shuning bilan sening dushmaning ko'paydi ekan. Go'zalay mening hayotimga cheksiz lazzat ato qilgan bo'lar edi. Men uning sevgi muhabbati bilan yashargan, hech bo'lmasa 10 yil uzoqroq yashagan bo'lar edim. Uning har bir kulgisi badanimdagi o'layotgan minglarcha kilitkalarni tirildirgan bo'lar edi. Uning badanidan kelgan lazzat bilan yurak qon tomirlarim jonlanib, vujudimda hayotlik mayslari ko'kargan bo'lar edi. Lekin bu rohat aloqa, ashu rohat bilan azobning farqini bilmaydigan qog'oz sanduqqa nisib bo'ldi. U tangsizlik meni qanchalik qiynadi, ha? Men hozirgacha ashu libam tagmagan sharobni tomshimoqdiman. U mening peshonamga maqlangan qo'ng'iroq bo'lib, mangu jiringlab turadigan bo'ldi. Ashu kichkina rohatga erishish uchun qanchalik azoblandim, ha? Shuningga erishish orzusi bilan boshqa turib chochlarim qardi. Mana hozirmi o't ichida o'rtanmoqdaman. Nahiyaning hokimligiga erishish uchun amdila ishonch bilan shimaylib edim. Nadindir hoshir paydo bo'ldi. U qoladek bosh cho'kirib ishlab, buni bizning nodon xalqimizni o'ng'ayla o'ziga qartib oldi. U xuddi ko'zimga kirgan komodidek jinimga tegdi. Kishining orzu gullariga tushgan shumbuylarni, hayot yo'lidagi chalma toshlarni yo'qot etishmi gunohmi? Ularni yo'qotmasam, men talaysiz, baxtsiz bo'laman. Meni aybliguchi, mendan gumonlanguchi, buni harbiy rayonning siyosiy komissardek rahbarlar mana shundoq o'ylab beqishi, mening hayotimdagi baxtsizliklarni hisobga olishi zarur edi-da. Ishxona ishiga chekildi, lekin raqib javob bermadi. Uning badaniga titrak bo'lashdi, putlari jonsizlandi. Oblastlik inqilobiy komitetining bu binosiga nemishqa harbiy muhofizatchi qo'yilmaydi? Har qanday odam bu binoga kirib chiqaveradi. Masalasi bir yoqliq bo'lmagan, so'loq qiynashlarni paydo bo'lgan jismoniy ojizliklari, to'kur, cho'loq, qarg'uga o'xshash ayblari bilan kirib keladigan jinoyatchilar, ishsiz qolgan kadrlar, o'quvchilar, o'z qismlariga oldirib qaytayotgan solchilarni qo'llashga tushgan va har darajalik inqilobiy komitetlarning rahbarlik xizmatlarini o'tab, birga zarba berish, uchga qarshi turish harakatida sonsizilgan da'vogarlarni paydo qilganlik uchun o'zlarininki ko'ngillari g'ash bo'lishgan rasmiyat o'tiguchi harbiylar, mas bo'lib xatchaklar bo'limini bekorla ovora qilgan bekorchilar. Qisqasi, bu binoga har qanday odam kiraveradi. Qachonla qarsangiz ol, palampay, daraxt soylari yuqorqidek odamlardan bo'sh emas. Mana bu xil odamlar orasida raqibning raqiblari, hatto qotillari yo'q deb kimmo aytoladi. Shuning uchun o'z vaqtida odamlar ayminadigan, amdilikda boshliqning o'zi ayminadigan holga tushgan bu bo'limning eshigini ichidan etib o'ldirish, eshik chekuvchilardan alohida sagak bo'lish bir aql egasining ishi. Raqib avval qo'yliga qargan derizini ochdi. Derizi tüvediki archilar arasida to'xulardan boshqa hech nima ko'rinmadi. U yan qoral turadigan tortmani ixtiyorsiz ochdi. Hey isit, 2 kun burun qoralimi yig'ib olingan. Eshik yana chekildi. Raqib tamaka sho'rdi, o'zini besib olib, "Kim?" dedi. "Bu men." Qo'pol notinish ovoz anglandi. Hoshimning ovozimi? Bir yerda anglagan ovoz bu. Heli qillamsalla juri nagi yo'qolgandi. Raqib alaqsada bo'ldi. Biroz kutib turing. Maxfiy ish bejirilyotdi. Raqib har xil deyiluvlar
Dəstə болып ketadigan heyliqi jiddiy kurash mezgillərdə aytadigan so'zini ixtiyorsiz takrorladi. Siz bilan bizga maxfiy ish qolmadig'i deyman, raqib jo'rin. Raqib texmi uduqdi. Bu zərlik ta'ning egisi cho'qim uning dushmani. U vaqirsinmi? Undaqda o'z vahimasi oshkorlanadi-da. Kuni texmi taslishidi. U darhol aql topdi. Lekin yo'ldosh bir sarang xotinning o'ziga tushliq maxfiy ishi bo'ldi-da, bizning butun ishimiz siyosat emas-ku. Lekin sizning bu ishxonangizning o'zi bir siyosat. Raqib jo'rin, qaranga veviskini, qo'mondonlik shtabi, nimaga qo'mondonlik qilganligingizni demasammi, bo'lar a? Raqib bu odam bilan talashishni azob bildi. U men odam qabul qilmayman, boshqa bo'limga yo'l qo'ng yo'ldosh, dedi taqat qilolmay. Men sizning qabul qilishingizga hojat emas. Men noyidan masala aniqlig'ini keldim. Siz bilan so'zlashman, ishni iching. Bo'lmasa boshqa chora tepishga majburlagan bo'lsiz, raqib jo'rin. Raqib xeyli o'ylandi. Oxir eshikni ochdi. Uning oldida oq yuzlik, qarqash bir yigit qo'shimizni turib, g'azab bilan tik turardi. Siz raqib o'diqdi. Qani ishxonaga kiring. Ular tinchlikmi so'rashmadi. Bir-biriga qo'lni sunishmadi. Bir-biriga o'shmanlik bilan oliyib qarashatdi. Kirguchi taklifsizlar uzun saboq tashlandi va kuldandagi tamaka qoldiqlarini axlat qachisiga to'kib o'tib, kuldanni oldiga tortib, gullik muhurka xalsini shira ustiga qo'ydi. Meni tonigansiz, mening ismim Davud, dedi kirguchi muhurka o'rab etib. Siz bilan 2 qitim ko'rishgan, bir qitim heliqi tog'da, qasqir ovuzning uyida, bizning qo'ngshida. Siz u chaqda o'ng'ayla mas bo'lib qolgandingiz. Yana bir qitim sizni kechisi nahiyadan tutib opirib so'roq qilganda yodingizda bo'lsa kerak. Sizning u chaqdagi so'zlaringizni bir lentaga ilib olgan. Xolsangiz hozirmi va'da qasamlaringizni anglayolmaysiz. O yenidagi cho'ng qora sumkasini ko'zi bilan sharat qilib qo'ydi. Sen aksil inqilobchi, dedi raqib dügülek o'rindiqdan chachrab turib. Seni hozirla. Hech nima qilolmaysiz, raqib jo'rin, dedi Davud zaharli kulib qo'yib. Parvosizlik bilan, agar ikkimizdan birimiz rostila tutilishga tegishlik bo'lsak, men emas, naq siz tutilsiz. Sizning qo'llaringizda hozirmi odamning qinining purqi bor. Shunga men sizga qo'l bermadim. Namatni tutib berdim. Yolg'on delu paydo qilgan namat debla qutulib ketaman deb o'ylamsiz-a? Yolg'on delu sizning mushu qo'llaringiz bitgan. Siz uni iqror qilgansiz. Biz bu lentini tegishlik o'ringa topshirmadik. Vaqti kelmadi-da. Yolg'on lenti u, dedi raqib tamdak tatirib, qo'llari bilan chuvilib to'xtamayotgan muhorkani titib turib. Sizlar meni qistab iqror qildirgan, uningga hech kim ishonmaydi. Siz toza obdan bilasiz, toza ishinadi. Qo'lida qonun yuqi bor odamlar o'z beshining g'imini yeb, sizni tutib beraveradi. Qo'li pokiz odamlar sizning kimligingizni toza biladi. Ayting, siz yozgan yolg'on delolarga ishinib necha minglagan odamni begunoh jazolagan odamlar hozirmi hokimiyat o'rnida turibsa, ular sizni oyab qo'yami? Ular bizning dalil isbotlarimizga ishonmasmi? Raqib g'alildab titradi, ko'zlari qizardi, og'zini jaydi. Fukam, Davud, yaxshiligingni unutmayman. Har qanday talabingni o'rindayman. Ashu lentini menga bergin. Men sana hozirla 3000 so'm pul beray. Sen yo'qitib qo'ydim desanglar, boshqalar mishinadi. Men xalqni aldashni jinoyat hisoblayman, dedi Davud raqibning ko'zlariga tikilib qarab. Siz hamma odam bo'lgangan odamlarni pul, manfaat bilan qo'rchoq tizg'andek xohlagan yerga qo'yg'ili bo'ladi deb o'ylasangiz kerak. Agar sizga bu lenta rostla zo'r bo'lsa, bizning xizmatga kelish oldidagi yangi rahbarimizdan so'rab beling. Balki u kishi sizning ko'z yoshingizni ko'rsa, rahim qilar. U kishi kim? Texi anglamadingizmi? Dedi Davud tantana qilganda kulib qo'yib. Hoshir Shuji bizning Noyilik inqilobiy komitetga birinchi jo'rin, Noyilik parkomga muavin Shuji bo'lib tayinlandi. Uqtirish keldi. Texi u kishi kelmadi. Turmadan chiqib Urumchida davolanyotdi. Raqibga o'rindiq qattiq, ishxona tor, havo qansiq, atrof qorong'u bilindi.
u dar oldidagi gunohkordek hayotdan oxirgi umidini ko'z yoshi bilan tilib olmoqchi bo'lgandek bo'g'iq ovozda ingirdi. Ukam, Davud, men gunohkor. Rost, mening jinoyatim bor. Lekin hozir shujiga tushundirman. Meni u shu holga solgan Heyliq nahiyaning koni shujisi Li Shuji bilan harbiy rayondagi u buqildab yig'ladi. Yog'liq bilan ko'zini to'sib, butun badani yangi pichoq surilgan paxlandak silkinib, go'rallari ko'pib, qizarib, rostla azob bilan yig'ladi. Davudning uning bo'lgan nafrati yig'i tugagan jinchiroq yo'ruqidek asta susishga boshladi. Yig'lamang, raqib ko'rin, dedi Davud uningga tasalli berib. Qonni qon bilan yo'g'ilib bo'lmaydi. Siz degan taraflarni bizmi o'ylaymiz. Lekin Nadirov, Savtovdek odamlarning beshiga chiqdingiz. Yolg'on delo paydo qilganligingiz uchun nomard qo'lga ilindi. Uningga o'lim jazosi kelishi mumkin. Lekin buning bilan o'lganlar tirilmaydi-da. Madaniyat inqilobi bo'lmagan bo'lsa, bizmi xatolik o'tkazmagan bo'lardik. Birga zarba, uchga qarshi degandek harakatlarni biz qo'zg'amadik. Nini davlat rahbarlari qarlandi, o'lib ketdi. Ularning qanchasi begunoh, qanchasi gunohkor, buni kim bildi deysan? Men bu ishga aralashdim. Paketga tekshirish, aniqlashga tayindigan ish yo'q. Hissiyat, shaxsiy g'araz qaltis rol o'ynaydi ekan. Ularning hammasini bizdan ko'rishga bo'lamdi. Davud, men Urumchiga atil borman. Hashir Shujining oyig'i yiqilaman. Meni o'z qo'lingiz bilan jazolang. Xolsangiz bo'g'ing desang, eting. Ochiqingiz chiqquncha qiynang deb yelinaman. Sen Davud ukam, mening heyliqi gaplarimni hozircha yuqoriga topshirmay turg'in. Menga xizmat ko'rsatib, gunohimni yuvishga fursat beringlar. Men heyliqi advokatning odamlaridan, dedi Davud oxiri o'zini oshkorlab. Hozir u tashkilot yo'q. Allaqachon tarqalgan, lekin uning jangchilari bor. Nada nohaqchilik bo'lsa, ular shu yerda bor. Bugun men sizni ogohlantirg'ili keldim. Xizmat ko'rsatman desangiz, nomardning o'rniga bosh jinoyatchi bo'lib o'tirib chiqing. Iqror qilganlarga kengchilik emasmi? Kengchilikdan bahramand bo'lib qolsangiz ajab emas. Nomard aldangan, u bosh jinoyatchi bo'lib etilsa, yana nohaqchilik bo'ladi. Nomard raqib mukchiyib o'ltirib qoldi. Uning beshi shunchalik og'ridi. Davudning nimalarni deganligi, uning uyidan qachon chiqib ketganligi uningga anglanmadi. Sen xumsi, dedi biri uni yo'qib, meni Odiladan mahrum qilding. Sen bilan qachon tanishdim? Odila shu kundan boshlab mendan so'radi. Ayta maraz, mening xotinim bilan zodi qanday aloqang bor? Endi bizga so'roq qildiganga odam qolmadi. Men seni so'roq qilman, lamzalla. Odilaning eri masalda raqibning beshiga daldugunib turib olib so'zlamoqda edi. Ko'nglidagi vahima, g'azab, azob o'zaro aralashib, raqibni hech nimani ilg'i qila olmas qilib qo'ygan. U oldidagi masning ahonatlik gaplarini xuddi anglamagandek, o'zining buningdan keyingi kunlarini mushundaq zarba, til ahonat, ruhiy azobga atab qo'ygandek, bu kunlarning boshlanishi xuddi mushu hozirgi minutdek u oldidagi haqqoniy so'z egasiga yenish qiyofatida qaradi. Ayt ablah, dedi Odilaning eri texim kuchab. Aytmasang tanabing yib. Ayt aka, dedi mulohimlik va samimiylikni mashq qilmoqchi bo'lgan aybkor qiyofatida yovoshlagan raqib. O'ltirg'in aka, Odilaning nima uchun mening nomimni eg'iziga olgan odamni yomon ko'rishning sababini aytay. Sababi oddiy, biz koni oshiq mashqlardan. Bizning bir qizimizmi bo'lgan. Nima? Sen nimalarni deb bildirlayotsan? Hisob bermak taskilib sarong bo'lib qolgan o'xshaysan. Davatqanlaring butunlay yolg'on, yana yolg'on delo to'qiyotsan. Ishonmasang xotiningdan so'ra. Güzallarning uyidagi Dilara degan chiroyli qizni ko'rdingmi? Ana shu qiz bizning qizimiz. U Alaning qizi. O'g'ilchu, umi Alaning. O'ylab baxmadingmi? Ala bilan Güzalay orala 3-4 oy uy tutgan tursa, qanday qilib ikki bolaning ota-onasi bo'la oladi? O'g'ilni Güzalay tuqqan, qizni Odila tuqqan. Nimaga hayron qolsan? Biz nikohlanmay bola topgan. Odila bolani tug'ibla Alaga tashlab berib qo'ljiga ketgan. Iflos, sen uchiq chiqqan iflossan, dedi Odilaning eri ustalga mushlab. Haromdan bola topdi degan nomni Ala bechara qabul qilgan, shundaqmi? Shundaq.
u o'z dushmanining bolasini cho'ng qildi. Yana-chu, u mening Go'zalayga oshiq ekanligimni, Go'zalayni jalb qilish uchun Odila bilan yurganimni, shaxsiy shahvona nafsimni deb uni xarob qilganimni biladi. Bilib turib, mendek nokasning pushtidan tamgan balani baqdi. Balada nima gunoh? Dedi Odilaning eri uyqudan cho'chib uyg'ongandek ko'zlarini o'lab turib. Rost gapni aytganda, sen shu narsidiningmi dushmani? Men umrimda bola yuzi ko'rmagan. Bola desa suv bo'lib eriydigan bola xumar odamman. Iflos, hali ham bo'lsa bolaga otadarchilik qil. Odilaga bo'lgan muhabbatim uchun ashu qizni men baqay. Sen erlarga Odilaga ayt. Unimisa arz qil. Bütün chiqimni mayli 10 yillik beqish haqqi 20-30 ming so'm bo'lsa-mu men to'layman. Rostala tovuq qilib odam bo'lay desang, men degani qil. Qilalamsan, gap qildayman. Men nemishqa kundala haraq ichimi bilamsan? Bilib qo'y. Birinchidan sendeklarning kasofatidan menmi qo'limni bulg'idim. Bu ishxona jallodlarning pichoq belaydigan joyi. Men mushu yerning nenini yeganim uchun azoblanaman. Ikkinchidan-chu, uni boya sen aytding. Sababini endi bildim. Odila seni menga yaqin deb hisoblaganligi uchun mendan so'g'in. Bilamsan, sen mening baxtimga tushgan shumbuya. Dunyoga sen yoralmagan bo'lsang, Odila baxtsiz bo'lmaydi. Mayli menga ko'ngli bo'lsin, bo'lmasin, mayli meni umrida bir qitim uchrasin, Odiladek bir ayol baxtli bo'lishi lozim edi. Baxtsizlik, baloy ofat, hamma peshkalik sanga o'xshash nokaslarga tegil edi. Lekin turmush adolatsiz onaga o'xshaydi ekan. Yarashadigan kiyimini ko'rimsizlarga kiygizib, chiroyliqlarni xo'rlaydi ekan. Sen raqib, isming joyida qo'yilgan haqiqiy raqib, dushman ekansan. Odilaning baxtsizligi uchun seni bir kuni boblayman, lekin hozir emas. Odilaning eri vaqirab bo'g'ilib, oxirida yig'lab telqib qolgan boladek jimiqdi. Ishkini jinining barcha qattiq urib yibib, talog'i chiqib necha qitim tufi deb vaqirab, ondan keyin ko'zdan yitdi. Mana endi 3-chi odam kirib keldi. Bu oldinqilardek raqibni azoblamadi, balki xo'sh qildi. Bugun Kash oblastlik inqilobiy komitet mehmonxona ishxonasida bir qism rahbarlarni o'stish yuzasidan ziyofat bo'ladi. Beijing vaqti kech soat 6da daxil bo'lishib berala amsa. Chechi siliq maylangan xodim bu taklifni takalluf bilan aytdi-da, eshikni siliq yepib qo'yib chiqib ketdi. Raqib ulug' kichiktindi. Demak, texi uni hurmatlaydigan odamlar bor ekan. U hozir turmada emas, naq Qizil hokimiyatning ishxona bu binoda ekan. U mavu xodimdek siliq so'z, yiqimli xushamatlar bilan hurmatlanish kerak. Davud degani kim u? Raqib nemishqa uning xizmat o'rnini so'ra olmadi. Munu Odilaning mastanisi boya nimalarni dedi? Jallod, qassob deganlarni raqib nemishqa heliqi muhim xotirlarning bir betiga vaqti soati bilan tirakkab qo'ymaydi, ha? Uning yodiga bir muhim rahbarning tunugunki shaxsiy suhbatda aytgan so'zlari keldi. Kengaytib etish xatolikka qismanlik. Bu xatolikni tuzatish deganlik proletariat madaniyat zo'r inqilobining ulug' natijalarini mustahkamlash va muayyanlashtirish deganlik. Tuzatish deganlik birga zarba berish, uchga qarshi turish harakatini inkor qilish deganlik emas. Qanchalik kengaytib etilgan bo'lsa, shunchalik tuzatish deganlik. Shuni kesib aytish kerak. Biz zo'r turkumda haqiqiy sinfiy dushmanlarga zarba berdik. Vabo bo'lgani mana munchiliklar. Boshliq munchilik degan so'zni o'smagan tirnoqini ko'rsatish bilan ifodalagan emasmidi? Nadirov, Savitov, Hoshir, Qurmash a'zolar kichkina tirnoq bilan tangmidi? Ularning hammasiga vobal bo'lganmidi? Muhimi Hoshir u noyining yangi rahbari bo'lgan bo'lsa, chatoq boyqi raqibga orom bo'lgan so'zlarni qilg'uchi rahbarmi bugun xo'shlashmoqchi. Shuning bilan u hamma avorchilik bilanmi xo'shlashidi. Bu yerga hamma javobgarlik, hamma ko'ngillik og'riq, til ohonat, vahima, hatto jazo raqiblarga qoladi. Aksal inqilobchilar qala tukudidan to'la butun Shinjang bo'yicha qurilgan bir cho'ng aksin inqilobiy qurolliq to'plam ko'targichi guruh bor deb hukm chiqarg'uvchilar bugun o'z hukmlarining to'g'ri xatoligi haqida lamjim demasdilla ketadi-da, xohlagan bir quloq kasdi raqibdaklarni ko'rganlar yerda tutib olib dushkanlar beradi. Buningga raqibning jini chidamdi. Umi bir yerga qasib bo'ladi.
Onunmu Ürümçidə tonuşda bağı, Heyliqi G'arbiy Şimal Millatlar Institutining parkim muavin shujisi Xi Shuji hozir Ürümchida ekan. Institut tarqitib etilgan. Uning kadrlaridan Majurin qatorliqlar bir qismlari Shinjongga yetkazilib kelgan. Eng yaxshisi Ürümchiga qechish, imkon bo'lsa shu yoqqa xizmat almashtirib ketishning amalini qilish kerak. Hoshir bilan ko'rishishi, uningga raqib o'z samimiyatini bildirishi, ko'zishi, chiroyli so'zlar bilan uningga yelinishi, hamma ishni inomat bilan tugatishning amalini qilish kerak. Uning uchun u hozirla a'loni tepishi, bu keng qo'saq, oq ko'ngil odam orqali Hoshir bilan o'ngishli muomala qilishning yo'lini qilish kerak. Ziyofat kech soat 12 bilan oxirlashdi. Dengiz va yayloq mahsulotlaridan beliq, xeysin, rak, paxlan, kopi, qiza, to'xu, o'rdak, xilma-xil qo'rilgan va dori-darmak bilan pishirilgan yemekliklar bilan esil sortliq ili, Sichuan, Yunnan, Guizhou aroqlari, Ürümchi, Qingdao pivilari mehmonlarni zeriktirgani yo'q. Ular ayrilish oldida rosa kayf bo'lib olib, bir-biriga deyishadigan gaplar bilan topilaydigan ishlarimi tugab qolgani yo'q. Chunki ular tarixda misli ko'rilmagan harakat jarayonida mo'rni-mo'riga tirab jang qilishganlar. Ularmi xuddi Reichstagga Sovet bayrog'ini qadigan jangchidek yoki qattiq to'lqinliq bir kechasi dengizning eng xatarli bir qo'ltiqidan Germaniya quruqligiga tunji qadam bosgan Amerika, Angliya, Kanada Birlashma armiyasining oldingi saf ofitserdek o'z g'alabasini to'kpisidan mamnun bo'lg'uvchilarda ularning gapi qadah urishtirishlari oxirlashmaydi. Tuyuqsizla tok etib qelish sababidan mehmonlar tarqalishga majbur bo'lishdi. Ular shirkay bo'lib talaga chiqqanda G'o'lji shahrining iyin oqshimi to'limi qorong'u, lekin to'limi salqin, jonga orom tuyuldi. Qorong'u kechining nalaridan yigitlarning naqshlari qiyoqas kulka, ushqetishlar anglatdi. Bük olma, qarg'ay, terak, majnuntallar va attirgullar bilan husn topgan bu hukumat qo'rusidan sharqirgan suv, mungluq bulbul ovoz kelib turadi. G'o'ljining hamma faslining ko'ngil ko'taradigan aloliklar bor. Oftoblik kunlari bilan qog'i qantidek qorong'u kechalarining shundoq kishiga mangulik xotira qoldira oladigan qobiliyati bor. Bulbulning quliqining tuvida ajoyib yiqimli ovoz bilan sayrishi bir jup kakkuklashib, o'ynashib, beshing ustidan pastlab uchib o'tishi, qiyri terak ostida bir jup qiz yigitning qorong'udan tepishgan baxtlari uchun pixildab kulishlari iyin kechisining ijodiyati bo'lmaydimi? Sirliq tun, ichimlik kayfi raqibdagi ko'ngil g'ashlikni bir maliga o'zidan yiroq qildi. U xuddi azaldan ko'ngil og'riqi ko'rmagan odamdek xushal edi. U hiyliqi o'zini doim ruhlantirib turgan boshliqni qo'ltiqlab olib odamlardan chetkarak tortdi. Yordam qilaman dedingiz, dedi raqib uningga yilinib. Siyosiy komissar, men sizning otadorchiligingizni o'lsammi unutmayman. Rost aytasiz, jinoyati bor a'lo hoshirlar yo'l tepib o'zini qo'g'dab qololgan yerda menga o'xshash samimiy, sodiq, yaxshi ko'ngil odamlar nemishqa o'zini qo'g'day olmasin? Men mangu sizning deganingizni qilaman. Mayli siz nega keting, nada ishlang, men sizning ovozingizni anglay olayman. Yo'l yo'riqingizni ijro qila olayman. Qasamga o'xshab ketadigan bu so'zlarni aytganda uning ovozi titrab, yuragi tepichaklab, vujudi bir noma'lum kuchning turtkisi bilan g'ujildidi. Bu alomatlar uning badanidan vahima, andisha va umidsizlik soqindilarini surgi do'risidek haydab chiqardi. U yeniklab kichik mashinaning kayni tarafida g'odib o'ltirib, g'ingshib naqsha etib uyiga keldi. Lekin karavotda yotgandan keyin uning vujudida yana bir vahima paydo bo'ldi. Bu vahima Hoshirni yodiga elish bilan boshlandi. Ziyofatda u Hoshirning nohiyaga rahbar bo'lib, bekitilganligining rostligini bildi. U xato bo'lib qolmasin deb oblastga yangidan tayinlangan boshliqning o'zidan so'radi. Boshliq, Hoshir beguna qarlangan, u irodalik, qobiliyatli rahbar ekan, dedi raqib. Toza ko'ngildagidek bo'pti, dedi. Lekin mana hozir karavotda to'lg'inib yotolmayotdi. U qandoqli o'ylamasin, Hoshir bilan amdi dushmanlashishning foydasizligini bilib turibdi. Bu ishning ko'ngildagidek bo'lmaganligi mana hozir ma'lum bo'lib turibdi.
Gerçi u hozir bevosita Hoshirning qo'l ostida ishlaydigan xodim emas bo'lsa-mu, lekin u bir nahiya rahbarining dushmani bo'lishining qanday oqibatga akildiganligini biladi. Nahiyelik parkımning shujisi bo'lgan bir odam o'zini bekordila o'lim girdobiga apargan dushmaniga parvosizlik bilan muomala qilmaydi-da. Uning qo'li uzun, qo'lliq uchilari ko'p. U har qanday usul bilan raqibdan intiqom olalaydi. Heyliqi Davud bilan yuzlashish raqibga qanchalik qo'rqinchli bilindi. A'la Hoshirlar bilan ko'rishishga uning yuragi chidarmi? U biladi, uningga har qanday xo'rlanish, haqoratlarga bardoshlik beralaydigan bir xil kuch bor. U o'z manfaati yo'lida navbati kelsa boshqalarning oldida o'milashgimi, oyoqlarga sajda qilishga tayyor. U mushu qobiliyatiga tayinib 70-yillarning bu qiyin o'tgilidan o'talaydi. U oxir o'zining qo'lidan nimalar keldiganligini, o'zining nimaga qobiliyatli ekanligini tushundi. Ham nimalarni qildiganligini belgilab oldi. Shuningdan keyinla u o'zining tong oldida uxlab qolganligini sezmay qoldi. Ertasi u sho'pirni obdan mehmon qildi-da, kichik mashina bilan avval Orifning uyini ziyorat qildi. Yakshanba bo'lg'achqa Orif uyda ekan. U Rustakka mukchi bilib, bir panni randilayotgan holda kutilmagan mehmonni sovuqla kutib oldi. Oblastlik inqilobiy komitetga vakolatan dedi raqib ko'rpidan o'rin olgandan keyin salmoqliq bilan gap boshlab, naq zarbiga uchragan yo'ldoshlardan hol so'rash uchun oldingizga keldim. Siz turmaga kirmadingiz, kurash qilinmadingiz, lekin siz zarba beradiganlar tizimlikida bor ekansiz. Navbat sizga yetib kelguncha kengaytib yetish xatoligini sezdik va darhol tuzishga kirishdik. Mayli ishining mayli ishonmang, men kengaytib yetish xatoligini 70-yilning 5-yilda sezib, yuqorga orqa-orqadan 7 qitim inkos qildim. Buning uchun ishki jihatda men zarbaga uchradim. Arif sirtidan yomon nomini ko'p anglagan, lekin ish sir alishmagan bu odamning hukumat nomidan qilayotgan so'zlarini ixlos bilan angladi. Gerçi bu adam to'g'risida bir qitim yaxshi gap anglagan bo'lsa-mu, Arif shu topda bu odamning rost gap qilayotganiga ishondi. Chunki u Arif gumon qilib yurgan haqiqatni demakda edi. Arif Patnusda mehmonga choy sunib etib, "Kelganingizga ko'p rahmat, lekin shaxsan men zarba yemedim desammi bo'ladi. Men hozirmi maktab inqilobiy komitetining muavin jo'rini partiyani tartibga selishdimi? Esilib qolmadim. Birli tekshirish bilan o'tkaldan o'tdim. Zarbaga uchradi desak, Hoshir, A'la, Osmon Qurmashlarni desak bo'ladi. Ulardan qanchalik apu so'rsaqmi ozlik qiladi. O'lganlarchi texi Nadirov bilan bizning muallim Savitovchi. Ularni apu so'rash bilan tirildirib olg'idi bo'lamdi. Arifning ovozi titrangi, so'zlarining ba'zini ig'ir edi. U xuddi birini so'roqqa tortayotgandek, kimdandir hisob elayotgandek g'azablangan edi. Raqib oldida yakunib o'ltirgan Pakar ko'zlari bilan ma'nlik tikildigan o'qituvchiga bosh ko'tarib qaray olmadi. Uning savollari raqibga zarba naq dalillab urilgan qamchi bo'lib tuyuldi. Arif qo'rsoq ko'pigini chiqarmoqchi bo'lgandek ko'rgan, bilgan, anglagan va o'ylaganlarini qo'ymay so'zladi oxirida. Hisobi bo'lish kerak. Ziyonkashlik qilib yolg'on anzi yozuvchilar qattiq jazolanishi kerak dedi. Raqib ko'rinishda Arifning so'zlariga qo'shilgandek har bir so'zni boshdan eshitib tasdiqlab o'ltirdi. Arif hatto raqibning pokiz yog'liqi bilan ko'zlarini surtganligini ko'rdi. Albatta dedi u Arifning oxirgi so'zini qo'llab, suiqasdchilar jazolandi. Nomard o'zining yolg'on anzi o'ydirganligiga iqror bo'ldi. Uning maqsadi Hoshirga bo'lgan adovatini oxirlashtirish ekan. Hoshir xotanda billa ishlaganda nomardga ancha-muncha zarba bergan chig'i ashu qo'rsoq ko'pigi uchun yolg'on anzi yasagan, lekin u ishning oqibatini oddiy mo'ljallagan. Shundaq suiqasd qiluvchilar hamon o'zlarini to'liq aqlli ko'radi, boshqalarni mangu bexat hisoblaydi. Vaziyatni xato mo'ljallaydi, lekin amaliyot rahimsiz. Rost bilan yolg'onni, yaxshi bilan yomonni, go'zal bilan satni o'ng'ayla oshkorlab qo'ydi. Raqib Arifning ma'nilik so'zlaridan uning o'ziga qattiq o'chmanligi va nafrati borligini sezdi. Arif bo'lsa og'zida qattiq gap qilgani bilan raqibning ko'z yoshi qisman bo'lsa-mu rost gap qilganligini ko'rib xeyli yumshagan. U raqibning chin ko'nglidan o'z xatoligini tonishini, buningdan keyin hayotga samimiy muomala qilishini xohlaydi. Chunki u hozirgacha birmi odamga yomonlik qilmagan. Shunga boshqa birining o'zidek bo'lishini chin qalbidan umid qiladi.
u shuning uchun ko'pchilik ichida hurmatli edi. Raqib xo'shlasharda uning qo'lini chinqisib, "Rahmat yo'ldosh Arif", dedi u sun'iy hayajon bilan. "Nima bo'lsin, siz bilan biz partiya a'zosi, xalqqa yo'ldoshlarga mas'ul bo'lish bizning burchimiz. Men zarbaga uchragan yo'ldoshlardan birma-bir afo so'rayman. Yo'ldosh Alloning nada ekanligini bildigansiz?" U mushu shaharda Umar apanning uyida edi. Yaqinda Zulya aka kirgan ekan. Shuning bilan birga chiqib ketdi. Zulya akamu zarba edi. Butunlay begunoh-da. Uni Gongshi inqilobiy komitetining muavin mudirligiga tayinlab ekan. U daduyda ishlayman deb unmayotgan o'xshaydi. Bilaman, yo'ldosh Arif, bu ishlarga biz aralashgan. Zulya aka yaxshi kommunist, tepilg'usiz odam. Men uni Gongshida ishlashga albatta qoyil qila olmayman. Bildigansiz, men shu nahiyaning parkim tashviqot bo'limiga bojang bo'lib ishlagan vaqtimda uningga diqqat qilganman. Hozir shuji kelsa, biz oblastdan kuch chiqarsak, hamma ish yaxshi bo'lib ketadi. Lekin shaharda nayiga qarab mang'inida yaxshi bo'lib ketadi degan so'zi ustida zotla o'ylanmadi. Aksicha u kengaytib etish xatoligi degan gapni o'tirg'i qo'yg'uchilar bilan ko'nglida rosa gap talashdi. Hashir, A'la, Munu Arif Pakinak, heliqi ko'chalarda ko'rsimi olib qo'yib o'tib ketadigan tosh, so'roq ustida yuzimga tukirgan qurmash, umrimda aloqa qilib ko'rmagan Davud, oxirida avu turmaga so'langan Nomad, yana olikimlar, shuncha odam raqibga dushmanlik qilmoqda. Texi ularning hech qaysi burniga gap, raqibning oyog'iga yiqilmagan tursa, kengaytib etish xatoligi sodir bo'ldi deb ularning hayvisini oshirishning jamiyatga qanchalik foydasi bor? Raqib ikkala narsani, ya'ni rohat ko'rish bilan dong qozonishni maqsad qilgani bilan har bir bosgan qadamida jamiyatga, davlatga foyda yetkazayotadi. Uning boshqalar ustidan masala tepish uchun bosh qotirishlarining unumi bo'lmadimi? Kengaytib etish xatoligi degandan ko'ra harakat yuza bo'lib qoldi degan tuzuk edi. Raqibga ko'z alayqanlar yerga kirib bo'lguncha, uning yo'liga putli qashang bo'lg'uchilar hukm talqan bo'lguncha zarba berish, etish, so'lash, so'roq qilishni to'xtatmaslik kerak edi. Undaq dog'duqliq kurash to'xtab qolsa, raqibning kunlarining qanchalik qiziqi qoladi, hayotning nima ma'nosi qoladi? Yo'q, raqib Zulya poliyallarnikiga berib a'lodaklarga yelinaman deb o'zini xor qilmaydi. Shoför mashinani sharqqa Qosh daryosi tarafga qartib tezayda. U yerda 7-may kadrlar maktabi bor. Noyining burunqi parkim shujisi shu yerda. U odam nemishqa bugun keraksiz moldak iskilatda tashlandi. Noyining huquqini shuningga bergan bo'lsa, raqibni bunchalik vahima quyuldiri agib yurmgan bo'ladi. U odam ajab qobiliyatli, sezgur, haqqoniy edi. Bütün Şinjan xarakterlik Aksel inqilobiy guruh kala tükidek köp degan so'zlarni raqib tunji qitim shu kishidan anglagan. Parlaq istiqbol, yolquluq kurashlar to'g'risida chiroyli so'zlarni qilib, raqibni rag'batlantirgan kishi shu edi. Bugun raqibni vahima arvohlari qo'g'lab yurgan bundaq chaqlarda raqib u odamdan yo'l yo'ruq, madad va ishonch kuch elishi kerak. Uning oldida Noyilik parkumning sobiq shujisi yamoq tushgan Öngen xadani chapan, tizig'icha turilgan koni ko'kshim, pintu qilingan beshiga yoz bo'yi qasqini yuvgan, chiqalpaq kiyib yuradigan biliq ko'z, shangroq, 50dan halqagan odam birdilla paydo bo'ldi. U bir necha oyli billa ishlagan parkom shujisi garchi hozir uning xiyol ekranda bo'lsa-mu, u xuddi shujining yirik alqonlarini chin qisqandek, ko'zlarga tikilib qaragandek hayajonlandi. Li Shuji, dedi u xiyolda sobiq shujining ko'zlariga qarab, "Menga o'z vaqtida Noyining ikkinchi shujiligini tavsiya qilgan edingiz, lekin hozirdan bu o'rinni menga tortib elib berishga ulgurolmadingiz. Hozir yana siz bilan bizning ustimizga chiqadigan o'xshaydi. Siz Abdunur rayonida muhim yaqinlarim bor dedingiz. Shularni menga tanishtirib qo'ying. Men siz uchun va o'zim uchun har qancha tik cho'qqilarga yamishishga tayyor." Mashina sharqqa qarab ikki qasnig'i quyuq teraklik tosh yo'l bilan chopmoqda. Pikapning oldi derisidan to'liq ko'rinib turgan avral teg'i kun petishga qarab yugurayotgandek, yugurgan siri kichiklayotgandek bilinmoqda. Kun g'arbga qiysayg'ashqa oldi aynak yaxshi tangshalgan kino ekrandek hammani aniq ko'rsatib bormoqda. Mashina suyi lömshib iqiyotgan oq o'stan ko'rikiga kelganda ikki odam yo'lning o'rtasida qo'llarini ko'tarishib mashina to'ridi.
Raqibning buyrug'iga xiloflik qilib, shoför mashinani to'xtatdi. 10 yer doktorxonasiga dedi malg'ay kiygan qora burut diqqan hasrab turib, bizning shujini lükçekler yaman urib Ular ağzı burnu qon ko'kargan to'pig'i milangan birini mashinaning yeniga so'rab keldi. Raqib yotgan yordorga so'g'uq nazar tashladi-da, "Sizlar nima odamlarsizlar?" deb so'radi. Diqqan gongshi azosida, "Bilaman a'zoliqingni, nemishqa tayoq yedinglar?" "Bekorda tayoq yedik. Biz taqqa to'g'risi yayliqiga muni Zulya uchimiz molchilarni yo'qlab manganda 5-6 mesbo yo'limizni to'ridi. Hammasida velosiped bir ko'zda iqi bor. O'z vaqtida noyada qo'ral tutib odam qo'rqitgan biri. Zulya deganing qaysing dedi. Bizning Zulya, men Zulya bo'laman deyishiga nokaslar chumil ustixonga yamashqandek Zulyaga esildi. Uni otdan o'ngtirib, dastlab chaylab, tonur leyni chaylagandek betixlab, biz o'zimizni tuzab chalg'uvchilar shayton chaqlarga minib tikibetdi. Bir ko'zda iqi bor dedingizmi? Rostla tonumsiz u xo'liganni. Raqib g'azab bilan shahar tarafga qarab mushtimini planlatdi. Bu Zulya shuja emasmi? Nemishqa urdi u lükçeklar ha? Biz ularni tonuymiz dedi yoshroq kelgan dehqon Zulyani yo'lab mashinaga selib bo'lgandan keyin Nailik o'tir maktabda qo'ral tutib bulangchilik qilgan. Heliqi shaharga yo'tkilib ketgan raqib Bojang deganning kaltakchilari. Bizning yeziga bir qitim shu raqibning buyrug'i bilan A'lo apandini tutqili borgan ekan. Bizning yigitlar ularning rosa adabini bergan. Bu qiliqi shuning uchun bo'lmamdi. Raqib to'mirda qarib shopirga vaqirdi. Nimaga hanqib tursan hayda, muni yordamni doktorxonaga tushirib qo'yib, xeyli mangimiz teg'i. Pikap yurib ketdi. 2 daqiqa xonjulangan 2 otda yana bir otni yetilib, otlarni o'krak tashlatib, mashinaning keynidan chapmoqda edi. Mashina 10 yer yuzining doktorxonasining oldiga kelganda, yordar ko'zini ochdi va raqibga qarab so'g'uq kulimsirab, do'rdaygan lablarini tastab midirlatdi. Raqib Bojang, "Xo'shalmisiz?" So'zlaydigan odam doktorga o'zini kiralaydi. Tezman, nimaga hanqitlik qilsan? Raqib butun g'azabini shopirga qaratdi. Ular Zulyani doktorxonaning zaliga akirib qo'ydi-da, yo'lni davomlashtirdi. Raqib xeyligacha qalpiqlari do'rdaygan, seriq burutlari uyul qon bilan g'ujmak bo'lib qolgan Zulyaning ko'kish ko'zlaridagi mazoq aralash g'azabdan hoshini yig'ib ololmadi. U ko'zni yumib, yo'lanchikka beshini tashlab, xiyolni ko'ngilligarak bir ishga yo'tkash uchun Li Shujini, heliqi siyosiy komissarni aslab baqdi. Lekin uning yordami bo'lmadi. Uning xiyolga tuyuqsizla Zulyaning qon bilan g'ujmaklashgan burutlarga agishib, bir ko'zda iqi bor yigitning ko'langisi keldi-da, shuning bilan uning xiyol osmonidagi qora bulutlar tarqalib, umid yo'lisi yuz ko'rsatgan bo'ldi. Demak, texi men uchun ketman chopadiganlar bor ekan. O'z vaqtidagi g'amxo'rliklarim, hozirgi yo'shurun harakatlarim chechaklab meva berib etibdi. U Li Shuji bilan ko'rishishga texim oldirdi. Lekin taliga Li Shuji yo'q bo'lib chiqdi. U da'vo qilib Urumchiga ketibdi. Demak, endi Urumchiga berish kerak. Oradan 5 kun o'tgandan keyin u G'ulchi shahridan janubga Aydurumga qarab ketib etib, 2 ot qo'shilgan xodi karvada chiroyli bir ayol bilan yondashib o'ltirib, shu yo'lda ketayotgan A'loni ko'rib qoldi. A'lo ko'k xodanidan yangi shim tujurka, beshig'i qizil duxava bo'k kiygan. Raqib hatto uning pokiz tushirilgan beshi, ko'k cho'qay kiygan xodikdan sangilab turgan putlarga sapsilib ulgurdi. U A'loni tunji qidim lanjoga borganida ashunda kiyim bilan ko'rgan. U chaqda raqib uni mansitmagan. Uning bir tajribalik rahbardek ko'rsatmalarni berib, hayotda nimalarni qilish zarurligini o'rgatgan. Lekin u chaqlarda oradan 15 yil o'tgan bugungi kunda ashu ko'k chapan ishdan kiygan o'roq bolani ko'rganda bunchalik alaqsada bo'lishni o'ylaganmidi? Uni alaqsada qilgan qanday bir kuch u? Ilm yoki haqiqatning g'alabasimi yoki soplik bilan soxtlik o'tirsidagi uzun muddatlik ilishishning yakunimi? Undaq bo'lsa zodi nima? Vijdon eksi dor oldidimi tamtiraydi. Ammo uning dushmanlari tamtirmaydi. Ammo uning dushmanlari toju taxt ustidimi tinchlanmaydi degan so'zni kim aytgan? Bu so'zni Platon, Roosevelt, Hegel yoki Aristotel, Saidi Dante degandek hikmatlik so'z ustilari aytmasdan
avu ko'k chapan kiygan A'laning aytqani nimasi? Uning bu so'zi nimishqa raqibning yodida qoldikina? Mashina qiyri qarag'ashlar orasidan agib o'tib, bir qavatlik binoning oldiga kelib to'xtadi. Lekin raqibning ko'nglidagi vahima tarqamadi. U shofir bilan sovuqla xo'shlashdi-da, ikki qasniqi buk olmaliq xish yotqizilgan yo'lda ochiq mo'xorkisini sho'rab, xeyligacha tinimsiz mangdi. Omad izlab mengibsanda, tonish ovozdan cho'chib, raqibning chiroyi tamdak tatardi. Lekin u darhol o'zini tutib oldi. Assalomu alaykum alodosh. Xudo haqqi, seni o'ylayotdim. Munu omadni qarmamsan? Raqib hozirla o'zini otadigandak quchoq ichib A'laga qarab mangdi. A'la bo'lsa ikki qo'lini kayniga qilib, qapoqlari turilgan, lavlari yemirilgan holda raqibga qatilib tik turadi. Raqib sungan qo'llari javobsiz qolgandan keyin o'ng'aysizlikdan qutulish uchun kulimsiradi. Hech bo'lmasa diplomatiya yuzasidan bo'lsa-mu, bir qo'lingni berishing kerak edi-ku, adash. Diplomatiya odamlar o'tirsidagi ish. Hozircha menga undaq fursat nasib bo'lmadi. Nima dedinga? Meni odamlar qatoridan undaq oldirab o'chirayotmagan. Hech bo'lmasa o'lganlar qatoridan bo'lsa-mu o'rin berganda. Raqib bu so'zni aytganda uning lavlari titrab, ko'zlaridan yosh agidi. Alodosh, dedi u azob bilan eg'irtinib. Nurg'un ishlarga men sababchi. Mening sizlarning oldinglarda gunoh jinoyatlarim bor. Lekin men jinoyatchi bo'lsam-mu, odamman. Odam bo'lgandimi, sizlar o'ylagandan xeyli tuzukroq odamman. Meni tushunish qiyin emas. Agar xohlasanglar, men senga yurak bag'rimni yerib ko'rsatib beraman. Arzimaydi, dedi A'la olmish yig'ida sayrayotgan kichkina qushqa qarab turib. Otam aytgan boyigi gap. Koni sanduqdagi molni o'rib cho'rib etishning hojati nima? Mening birla tilkim bor. 15 yil yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin berish kelish qilishdiq. Buningdan keyin meni untig'in, menga yaxshilik qilay desang, meni untig'in. A'la adash, raqib qo'llarini so'zib oldiq mangdi. A'la kayniga burilib, o'ziga qarab, kulib kelayotgan ayolga qarab mangdi. Raziya, yana 2 soatdan keyin Hoshir bilan ko'rishsiz. Hey Isid, sizlarning quchoqlashqaninglarni ko'ralaydigan bo'ldim-da. Turmaga kirmadingiz-da, deb chaqchaq qildi Raziya qaqaqlab kulib. Turmaga kirgan bo'lsangiz ko'ratdingiz. Afsuski, sizni turmaga solg'idek bir mardona tug'ilmabdi. Raziya bu ta'nilik gap bilan raqibga yalt qilib qarab qo'ydi. 28 odam o'ltiradigan, soatiga 400 necha kilometr tezlik bilan uchalaydigan kichik aeroplan G'o'lji aerodromidan tush bilan tang ko'tarildi-da, avval janubga uchib, kumush lentadek paqirab yotgan Ili daryosi ustidan aylanib sharqqa qarab uchdi. Aeroplandagilar Etis, bog', o'stan, mahallalar va yoz bezaklarining yordami bilan to'lim go'zal ko'rinadigan Ili vodisini zo'q bilan tomosha qilishib, o'zi bilishadigan yerlarning nomlarini atishib, xo'shal-xuram o'ltirishmoqda. Yolg'iz raqiblar o'zi bilan yondosh o'ltirgan go'zal ayolning xiyolchan ko'zlariga qarashdan ayminib, boyla qayta qo'zg'algan asabiylik azobidan qiynalmoqda edi. Aeroplan Ili vodisini tezlab besib o'tib, to'pliklar usti bilan uchib, ochal eg'iziga keldi. Aeroplandan ikki tarafdagi qarag'ayliq yeshil cho'qqilar, kigiz uylar, o'tlayotgan mol-varallar va orasidagi odamlar ko'rindi. Ikki yoqdagi tog'lar aeroplan bilan tang egizlikda, xuddi aeroplanning qanoti cho'qqilarga tegib ketadigandaklab bilindi. Mana Gursay mushu ostimizda bo'lsa kerak deb o'yladi raqib. A'laning heliqi qadimqi boshliq bilan qasqir ovoznikiga chiqqanda aytgan hikoyasini eslab, uning oyog'i tegmagan Gursay Genja yayliqining qorong'u soylari qolmadi. 15 yildan beri u nima qilganiga shunchalik azob chekdi. Men mardlik qilgan bo'lsam, u balki tog'lar ichida qechib yurmagan bo'lar edi. Uning menga g'azablanishi, meni insoniyat tizimligidan o'chirib etishiga haqqi bor. Uning nafratini men paydo qilgan turib, yana nimishqa bu nafratni yo'qotishning, hech bo'lmasa ozaytishning amalini qilmayman. Qari ko'ngilli qilganim rost. Hil ham bo'lsa-mu to'g'ri qilsam, aybimni tuzatsam, chin ko'nglim bilan a'lodek azimatlarning xizmatini qilib, ularga yor yo'lak bo'lsam bo'lmamdi ekan. Lekin men bu ko'nglimni ularga qandoq tushundiraman? Uning xiyolida inson bilan yovuzlik ana shundoq pat-pat o'rin almashtirib turdi. Uning birda saxtalik, quvluq, suiqasd bilan o'z odati bo'yicha yashag'isi, shu yo'l bilan boshqalarning ustun turg'isi keladi.
birida bo'lsa, uning yuragida haqiqat va amaliyotga ozroq bo'lsa-mu hurmat paydo bo'ladi-da, hammadan qo'l uzib, insof va diyonatlik odamlar qatoridan o'rin olg'isi keladi. Aeroplan Tangri tog'ining bu tizmalarini janubdan shimolga kesib o'tib, tog' yoqilab sharqqa qarab uchgandan keyin u ulug' kichik tindida yenik yo'tilib qo'yib, yenidagi ayolga qaradi. Raziya muallim, dedi u siliq yumshoq ovozda. Shundoq qilib, Hoshir Shujini Urumchida Aydurmida ko'rmizmi? Raziya oppoq tishlarini ko'rsatib kulimsirdi. Uning qonsiz qog'ozdek oq yuzida birdila qizg'ish alangi paydo bo'ldi-da, u alqonlar bilan yuzini silab, oqargan chochlari ustidagi nippiz yog'liqini tuzashtirib qo'ydi. Aeroplan oxirgi 1 minutda hodisaga uchirmasa shundoq bo'ladi, raqib jo'rin. Xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Hoshir Shuji bilan salomat ko'rishimiz. Haytangay, dedi Raziya kulib qo'yib. Xotirjamlik uchun shart sharoit bormikin tang? Nemishqa damsiza? Sababi oddiy. Aeroplanda siz borda. Raqib umrida birmi qitim so'zlashmagan, lekin sirtidan bilishadigan bu ayoldan bu xil gaplarni kutmagan edi. Uning chiroyi to'mirda qaradab, qapoqlari lipildab ketdi. U maqsadsizla yanchuqlarini qo'lashtirib bir nima izdidi. Oxir Raziyaga qarab qo'yib, zo'rg'a kulimsiradi. Haqliq, shundoq deyishga tamoman haqliqsizlar. Lekin men sizdan bir narsani iltimos qilman. Men Hoshir Shuji bilan 1 soat yolg'iz paranglashishim kerak. Siz uni menga 1 soat oriyat berishga va'da qiling. Men maxsusla mushu ish bilan keldim. Ikkimizning safari bir ish uchun, Raziya singlim, har ikkimiz bir odam uchun keldik. Lekin maqsad bir har xil. Siz uni cheksiz xushal qilg'ili, men bo'lsam uni cheksiz xafa qilg'ili, nafratlantirgili keldim. Yo'q, men sizga uni 1 minutmi oriyat bera olmayman. Yo'q, sizning Hoshir bilan ko'rishish huquqingiz yo'q. Aeroplan Urumchi osmonida tövellashga boshladi. Mana Aydurumdan eng oxirgi mashinalar qo'zg'aldi. Raqib ikki qo'lini yanchiqqa silib, ko'ziga qora ko'zoynak taqib, yuk taqaldigan o'rinda u yoqdan bu yoqqa mengib, vasvasa bilan o'z-o'ziga savol qo'yib, lekin savollarga javob topolmasdan yurmoqda. U boya aeroplandan Raziyaga agishib tushib, Hoshir bilan qo'l elishib ko'rishman, uning bilan so'zlashishga imkoniyat topaman deb o'ylagan edi. Lekin unda qilolmadi. U aeroplan shotisida turibla kutish binosining oldidagi saynada kutib olg'uvchilar orasida o'ng qo'lni egiz ko'tarib kulib turgan Hoshirni tanidi. Hoshir yanala burunqidek 4 yanchuqliq ko'k chopon kiygan yalang'och edi. Ular yaqinlashdi. Raqib Hoshirning ko'zini uzmadi. Hoshirning chiroyidagi har bir o'zgarishga diqqat bilan qarab, uning o'ziga bir nazar tashlashini taqozolik bilan kutdi. Lekin u kutganiga erisholmadi. Hoshirning burunqidan kengaygan kang peshonasida avval ushshaq qo'riqlar paydo bo'lib, o'ltirishgan ko'zlari atrofidagi siziqlar ko'paydi-da, birdila chiroyi suzilib, heliqi qo'riqlar yo'qoldi. Uning qing'roq bisidek bo'lib qolgan qanshirda qiya quyosh nurining sho'lisi chaqnadi. Raqib bu chaqda Hoshirning kulib turgan chiroyi, o't chaqnab turgan ko'zlari birla Raziyaga taalluq ekanligiga to'liq ishondi. Raqib ular quchoqlashadi, yig'lashadi deb o'ylagan edi. Lekin ular quchoqlashmadi, yig'lashmadi. Bir-birining qo'llarini ching siqishib, ko'zlari bilan barliq xushalliq hayajonini ifoda qilishdi. Raqib Hoshirning o'rnida bo'lganida Uyg'ur psixikasi nomus padishaplarni allaqachon ko'rib tashlab, Raziya bilan Yevropacha ko'rishgan bo'lar edi-da. Lekin ular undaq ko'rishni xolsa shundoq ko'rishalaydi. Raqib boshqalarning ishlariga fikr berib, tuzitish huquqi yo'q. Odila, siz desigan ko'chaga kirmaymiz, desa, a'la, meni unutg'in dedi. Raziya bo'lsa, Hoshir bilan ko'rishish huquqingiz yo'q dedi. Hoshirchu raqibni ko'rmagandimi? Yo'q, uning o'tkir ko'zlari hammani ko'rdi. U raqibning nimalarni o'ylaganligini, nemishqa Hoshir bilan ko'rishmoqchi ekanligini, qisqasi hammani bilib bo'ldi. U raqibni ko'rmasga soldi. Uni menga ko'rib boqman odamlar qatoriga kirgizibdi. Ular 50-yillarda tanishgan, 60-yillarda ozgun bo'lsa-mu, bir nahiyaning parkom idorasida rahbar bo'lib birga ishlagan. 70-yillarning beshiga kelganda rostla bir-birini tonimaydigan, ko'rmasga selishadigan odamlarga aylanib ketamdi. Mushundaq bo'lsa, bu yillar nimacha zo'r orozlik paydo qilib, shuncha tez o'tgandi, ha? Ularning munosabati
do'stlikni dushmanlikka qarab rivojlanishning aybkori rostilla raqib bo'lgan bo'lsa, raqibga buningdan keyingi 80-90 yillarning qanchalik zo'riyati, lazzati bordi, ha? Raqib qarаңғы tushguncha aydururum cho'risida minib yurdi. U charchagan, qo'rsqi ochganligini sezmadi. U cheksiz ruhiy tushkunlik azob ichida xuddi bezgiga tutgan odamdek titrab, hayotlik bilan mamotlik orasidagi chig'ir yo'llarda uzoqdan uzoq maqsadsiz yo'l mangdi. Uning turibla jamiyatdan har qanday qilib bo'lsa-mu o'ziga o'ngishli yo'l izdigisi keladi. Ham bu yo'lning tepilishiga ishnatdi. Turibla o'zidan butun tonish bilish yaqinlari, hatto tuqqanlarning yerginib qashqanligini ko'rib, hayotda o'zini cheksiz yetim, bechora, himoyasiz his qilib, hayotdan bir yo'lda qo'l uzishni, bugunla mushu cho'ldagi aydurum yo'lida bir maqsadga o'ng'ayla erishib bilishni o'ylaydi. U aydurumdan shaharga tegi yo'q xiyollar bilan piyoda mangdi. U belikiga sumkasini selib olgan, sumkasida harbiy granatdan ikkisi turibdi. U bu granatni madaniyat inqilobining heliqi qurolliqlar e'tiborlangan davrda elib olib, inqilobiy komitet qurilgandan keyin tapanchasini topshirib, mush ikki granatni saqlab qo'ygan. Aeroplan tekshirishdanmi bu ikki tal granatni nihoyatda taslikda o'tkazildi. Mana bugun ularning asqatadigan vaqti kelgan o'xshaydi. U xiyol bilan ketib berib, sumkasidagi bu oxirgi maqsadi uchun ishlatilgan qurollarni silab, sipab qo'ydi. Hech narsaga erisholmadim. Oxir sharmandalarcha o'zimni o'ldiradigan holga keldim. Bu hoshir a'lolar meni hamon saqoymaydi. Nomatni ishqa solgan men. Buni bildiganlarmi bor? Li Shujimi biladi. Kim biladi? Li Shuji o'zini yaxshi qilib ko'rsatish uchun mening ustimga hamma gunohni otib, posh qilib xizmat ko'rsatib bo'ldimi texi. O'z yaqinlarini setib, o'z o'rnini o'stirish hamma odam ishlatadigan oddiy usul. Li Shujining o'rnida men bo'lgan bo'lsam-mu, allaqachon uni sotgan bo'lardim. Men bu yerda hayotman deb yurganim bilan baribir qopqonga tushgan tulkiman. Oz kunda qopqon egisi keldi-da, teramni ta'tir so'ydi. Hey Isit, hech bo'lmaganda go'zallayga yilqi chaqda rostilla bosqinchilik qilgan bo'lsam bo'ptikan. Oz kunda ularmi Munu Raziya bilan hoshirda hayajonlanib ko'rishidi. Ular mamux yastiqlarda o'ngda etib, men to'g'riliq nafrat bilan so'zlashidi. Ya'ni-chu, balki hiliqi Osmonmi qaytib kelar, Qurmash degan nakasmi bu chaqcha meni uni qistab so'roqqa tortganlarimni tegishli joyiga aytib bo'lgandi. Hiliqi Davud deganlar lentiga ilib olgan iqrornomamchi texi, jamiyatda menga hayot yo'li tepilgan. Taqdirdimi ashu menga tig' bo'lib yurganlar menga kun bermaydi. Birlari tuyuqsiz o'ltirib etishimi, hoshirlar hiliqi men uchun boshqalarni urib bergan bir ko'zda iqibor kaltakchiga o'xshashlarni ishqi silib urg'izib, menga qo'polmas nakas qilib etishimi mumkin-ku. Hey Isit, erlarni ikki qitim urg'izdim. Nimishqa o'ltirgizib etmedim? Nimishqa ishni chala qildim? Javobgarlikdan qo'rqdimmi? Mana bugungi vahima, xo'rliq uning javobgarligidan yenik tushyapti, ha? Qarong'i tushishga boshladi. Yo'l bo'yidagi chiroqlar yandi. Chiroqlar dalaga surlik manzara ilib keldi. Raqibning yurak tarafi chimildab og'rishga boshladi. U mana 40 yoshga to'ldi. Rosa qiron chog'lari kelganda uning hayot bilan xo'shlashmoqchi bo'lganligi to'liq ichinishli emasmi? Xiy Shujini tepib Lanjoga qaytib ketdi-chu. G'arbiy Shimol Millatlar instituti yana asli kelibdi. Shu yerga ketib Shinjong bilan mangil xo'shlashdi-chu. U xo'shlashish hayot bilan xo'shlashganga qaraganda yenik emasmi? Xiyoliga Xiy Shuji kelishi bilan uning ko'ngli yo'rib o'chishga boshlagan umid chirog'i qaytadan pildab yongandek bo'ldi. Shu chog'da uningga qarshi kelayotgan kichik mashina to'xtadi-da, mashinadan tonish ovoz bilan vaqirab so'zlab biri aldirab tushdi. Rabujang, piyoda japa tartibsiz, mashinaga tez chiqing. Qani oldiga. Bu yigit Noillik parkimning kotibi. U asli tarjimon ekan, keyin kotib bo'lgan. Nahiya ikki tarafga bo'linganda bir tarafning ikkinchi nomerlik rahbari bo'lgan. Alam ko'rishiga rahbarlik qilganligi, qurol bulashda to'kpisi borligi sababidan bu qitim 3 taraf birlashgan hokimiyatdan o'rin ololmagan. Umu Noillik parkimning sobiq shujisi bilan yaqin bo'lg'ashqa Urumchiga avtonom rayonlik inqilobiy komitetga arz qilg'ili Li Shuji bilan birga kelgan edi. Rabujang, nimishqa hoshir Shujining mashinasi bilan birga ma'mudingiz? Shu kishining ayoli demagan
Bo'lsa, sizning kelganligingizdan Li Shujimu xabarsiz edi. Li Shuji necha kundan beri Hoshir Shuji bilan birga ular noyining xizmatini yaxshilash uchun birga bosh qotirib, birga plan tuzib Hoshir Shuji Li Shujiga qizg'in muomala qildimi? Qilmaychu, u degan oq ko'ngil, ko'ksi qorni kang partiya a'zosi tursa, o'tgan ushshaq-tushak ishlarni ko'ngliga ilib yuratdimi? Shundaq bo'lsa-mu, bizning kasobatimizdan u o'lim jazosiga hukm qilinganda, navoda a'lo qaramlik qilib yuqorgi ahvolni ma'lum qilmagan bo'lsa, u etilib ketgan bo'ladi. Shundaq, lekin u odam masalaga kang qaraydi ekan. Hatto Li Shujini Noyilik inqilobiy komitetga qatnashtirish to'g'risida yuqoriga taklifmi bergan. Bo'lmasa u odam bilan Li Shuji o'tirsidagi ziddiyat kichik ziddiyat emas. Hoshir Shuji hammani biladi, lekin u ittifoqlashishga mahir bo'lish, o'ziga qarshi turgan, xatolashganligi amaliyotda isbotlangan odamlar bilanmi ittifoqlashishga mahir bo'lish kerak degan ta'limotga to'liq amal qilgan odam ekan. Ko'rib qolsiz, u sizning o'tganki xatoligingizni hargiz yuzingizga solmaydi. Rosa qamlashtirib, ruhiy dunyoyingizga taqab bir tekshirish yozsangizlar, hamma ish o'tib ketadi. Kim xatolashmagan? Siz bilan bizning xatoligimiz qanchalik xatolik deysiz? Abdunum rayonining cho'ng-cho'ng rahbarlarimi xatolashdi? Necha yuzlagan, necha minglagan odamga vobal qildi. Shularning bir hisobi bo'ldi demsiz-a? Undaq bo'lmaydi. Rajorin xatolik qatlam surishtirilsa, oxir qandaq bo'lar? Yuqori buningga yo'l qo'ymaydi. Gapning ochiqini aytsam, butun ish nomatni jazolash bilan tugaydi. Hargizmi sizga Li Shujiga taqalmaydi. Raqibning ko'ngli borgan sari yo'rishqa boshladi. Yuqori degan yuqorida, dedi u ichiga haqiqat yuqorida. Shuning uchun bir amal qilib yuqoriga o'rlash kerak. Tasli qaptiman, granatni ishqa solg'ili. Siz granat etishqa ustugu, ha? U tarjimondan so'radi. Savotsiz emasman, ajab so'rab qoldingiz-ku. Muni 2 tal granatni ovu cho'lda etib yo'qitga, yenimda tursa vahimlik bo'ldi ekan. Ma'qul aklang. Barliq andishingiz mush 2 tal granat bilan tugsin. Siz g'amdan xalos, yuraklik odamga oilaning Li Shuji sizdan mushini talab qildim. Bir ozdan keyin kayni-kayndan 2 tal granat portladi. Raqibga granat ovozidan keyin jahon boshqacha bilindi. Go'yo uningga istiqbol ishiki yangi boshdan ochilgandek.